Bu mening yoshligimda sodir bo'lgan voqea bo'lib, men u paytda akam bilan bitta narsaga qarab o'tirardik. U paytda biz eshik tomondan qop-qora mavjudot, o'zi ham xuddi qora soyadan ilinib chiqqandek narsani ko'rardik. Bir kuni bu narsa bizni yonimizga yaqinlashishni boshladi. Har kuni bu bo'lardi, har kuni davom etardi. Bir kuni akam boshqa xonada yotganda bu meni xonamda paydo bo'ldi. Lekin men bundan dahshatga tushardim. U men tomon yaqinlashardi. Uni qop-qora ko'zlari, hamma joylari qoraligi meni juda qo'rqitardi. Bu meni katta bo'lgunimcha davom etdi. Juda dahshatli. Men juda qo'rqardim. Shuning uchun akam boshqa xonada yotsa ham men uni yoniga kirib olardim, lekin u meni ta'qib qilardi. Bir kuni u akamni yoniga keldi. Akamni yoniga kelib olganim uchun akamni yoniga xonasiga keldimikin deb o'ylardim va o'zim xonamga bordim. O'zimni xonamda ham yana qaytadan takrorlardi. U yana meni yonimga keldi. Men katta bo'lganimda ham, 15 yoshga to'lganimda ham u meni ta'qib qilardi. Lekin men bunga o'rganib ketganman. Shuning uchun uncha qo'rqmasdim. Har kuni yoki har kecha bu davom etardi. Akam u paytda ko'chib ketganda oyimning oldiga boraylik desak, men uzog'ida har kuni eshigimning yoniga kelardi. Har kuni eshigimning yonida turib, eshikni qufla deysizlarmi? Eshikni quflasam, uyimda paydo bo'lib qolardi. Men o'zimni o'yinlar bilan chalg'itardim, lekin hech qachon bundan men qocha olmasdim. Nega oyimning oldiga bormaysanmi deysizlarmi? U yer juda uzoq. Shuning uchun akam kechasi qochib ketgan. Shuning uchun men u yerga bora olmayman. Har kuni qo'rqardim. U meni xuddi o'ltirayotgandek. Sizlarga bu bitta maslahatim, birgina maslahat, bu o'zimni o'ltirish edi. Bu arvoh hozir sizni narigi xonangizda turibdi.